mening makanim Etti goya illi bahar hüsni cemalim Vay ne üçün boldi bugün Tunca qarab senin ah tarim menim makanim Mana qaranglar. Kristusimiz dunyoga kelishdan 300 yil burun bu sapalqachilar ishlab chiqarilgan ekan. Agar buni Parijning asar atiqli bozoriga olib olsa, cho'qim zilzilaga keltirib etgan bo'ladi. Doktor janoblari, bu asar atiqlarni kimga sotmoqchi bo'lyapsiz? Elbette Britaniya muzeyiga sotsizda. Hurmatli xonim, insonlara davlat tavalligi bo'lmasligi kerak. To'g'rimi? Doktor janoblari, Aşı yayımçını yıllık kadimi şehirge başlatlardı deb işinamsiz. Ben sizge vakalatan Cumhur hükümetiga müracaat qilib, yol başlık için tepişinizga yardım berishni xohlayman. Rahmat. Hajati yo'q. Rusiya konsulumu o'zining ashindagi yaxshi niyatini menga izhor qilgan. Uni rahmat bilan rad qildim. Apin urushi bilan ili shartnomasidan keyin chin xandonligi G'arb ellaridan bakmi ehtiyot qildigan bo'lib qoldi. Mayli Angliya ayol podshosining elchisi bo'lsin yoki Chor podshoning mehmoni bo'lsin, mening bu qitimqi sayohatimning ilmiy maqsadiga yordam beramaydi. Shunga Dotayning oldiga o'zim berishni qaror qildim. Dotay mahkamasidan jonbegim keldi. Konsul janoblari, bugun akşam Dotay janoblari teri doktorga ziyofat bermoqchi. Qadam tashrif qilishlarini so'raymiz. Teri janoblari topmoqchi bo'lgan o qumliqdagi qadimiy shahar faqat xalq orasida tarqalib yurgan bir afsona. Dotay janoblari, menmu Taklimakan qumlig'ida oltin bilan qosh teshidin silingan ajoyib go'zal bir shahar bo'lib, uni agar kim topa olsa, eng zo'r boylik ega bo'ladi ekan deb anglagandim. Biroq, qani. Doktor janoblari, bu afsonaning keyingi qismini albatta bilish kerak. Anglashimcha, ming bir jafoda u shaharga borgan odamlar eng zo'r boylikqa erishgan bo'lsa-mu, lekin qaytib kelamagan. Ular qandoqli mangmusun, xuddi bir ezitga uchrab qolgandek yo'l topolmay, qumliqni oilni yurib halok bo'lgan ekan. Faqat eliq boyliqlarni o'z o'rniga qo'yib qo'ygandan keyin ondan yo'l tepib qaytib kelganmish. Tuyg'unlar mushu shaharning bozorida shu qadimiy shahardan o'tkazib kelingan madaniy buyumlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Angliya konsuli maqdam keldi. Kechirgaylar. Qarshi olamiz. Qani, marhamat.
Doğutay janoblarning doktorni mundaq izzat bilan kutganlarga rahmat. Bundan keyinmi texmi ko'proq xayrixohlik qilishlarini umid qilamiz. Peyqirning iqtidorsizligidan ba'zi savalliklar o'tib qolishi mumkin. Terri janoblarining bu qitimki sayohati Londonning yo'llari bilan bo'lganmi qandoq? Yo'q. Bu xalqning moddiy yordami bilan bo'ladigan bir qatimliq shaxsiy ilmiy tekshirish. Ayol podshomi buningga intayin ko'ngil bo'ldi. Marhamat. Rossiya konsuli Petrov bilan Bag'dod keldi. Qarshi qani marhamat. Teri doktori uchun o'tkazgan bu ziyofatlarga sharaf bilan qatnashdim. Char podshoh oliylari qo'llagan bu sayohatning muvaffaqiyatli bo'lishini tilayman. Qani marhamat. Andaqda Teri doktor janoblari bu qatim Char podshohning qo'llashiga erishib keldi-da. Shundoq, Nikolay II oliylari Teri doktorini shaxsan o'zi qabul qilib qolmay, balki uni Rossiya orqali Yevropaga qaytishiga ruxsat qilgan. Janoblari baya yo'l boshlig'ichi tepish to'g'riliq gap qilgandilar. Meningcha endi uni tepish tasdak turdi. O'ta janoblari ketdi. Doktor. Qarshi olamiz. Qani, marhamat. Siz izlagan heliqi yo'l boshlig'ichi tepildi. Bu mening o'g'lim, Parochik Peskov. Bu sizga hammani so'zlab beradi. Nəhayət yaxşı. Siz bilan tanışqanlığım üçün özümni intayin baxtli his qilman. Men yo'l boshlig'ichining xo'jayinini birga yetib keldim. Shundaqmi? Marhamat. Bu kishi Qashqarning dangliq boylaridan biri. Rossiya Aziya Yung şirketining mudiri Seyitbay. Siz ko'rgan heliqi yoymichi bovay bu kishining uyidan qochib ketgan bir malay. Nəhayətmi yaxşı. Benim bu oğlum kiçigidan tartibla Orta Aziyada cho'ng bo'lgan. Sharq tillarini to'liq biladi. Sayohatga mo baq qiziqadi. Agar buni tarjimon ham yordamchi qilib olsangiz, buni o'zimiz uchun zo'r sharaf deb biladi. Nəhayət atrofga o'ylabsiz. Bununla men bakmi xo'sham. Seyitbay. Heliqi molingiz hozir qayerda? Texi tutib kelmadik. Biroq uning turgan yerini allaqachon bilib oldik. Ben. Balam, shuncha kangli jahonda faqat mushu daryolar biz yo'qsullarga ham nafas. Qarag'ana, bu kapda qancha yiroqlarga uchib ketgan bilanmi, oxiri o'z makoni bo'lgan mushu daryo bo'yiga yana qaytib keladi. Bog'don, esingda bo'lsin. O'z makonimiz bo'lgan bu tarimdan sen hergiz ayrılma. Uqdun mu? Uqdim. Burun tarim bundaq emaskendik. Hammaları bak, minglığan adamlar baxtiyar turmuşda yaşaptıken. Janoblar, Teri doktorning tarimdagi tilsimat shaharning oltin osh kuchini tepib, taklimakan qumlig'ini bo'ysundirish uchun hammamiz birlikda ko'taraylik. Azraq ta'xir qilasizlar. Bu efendim Parochik Pechko.
Hazır Peçkop efendim teklemakan kumluğunu boysunduruş için götüreyli dedi. Bu boysunduruş. Jungo tilida boysunduruş degan bu söz azroq zo'rliq ma'nosini o'z ichiga oladi. Şoňlaşqa bunun ornuga yaqinroq bir sözünü işletsek qandaq? Janoblary başqaça oylap qapla. Qumluqni boysunduruş pendiki ulug'vor bir ish. Endi zo'rliq degan bu so'zga kelsak, Jungo tilidami başqacha bir ma'noni bersa kerak. Şundaq. Giya ünmeydiğen çöl cesirige yakınlık sözünün nime kirgi? Andaqda Büyük Angliya imperiyasidagi qumluqni boshqalar berib boysundursin bo'laverdi-kanda. Ayal padişah alilerinin təvəligide port, şehir, güzel bağlalı ba. O haqiqatan yaxshi joy ekan. Agar u yani Rossiyaliklar berib boysundursa, qandaq bo'larkin, na? Bugün sizlarning toza ilhomlar keptikanda, ha? Do'stlar janoblari. Men bir erkin davlatdan keldim. Hech qanday odamga vakillik qilmayman. Faqat ilm, fanga vakillik qilaman. Jungo azaldan mehmon do'stlikda danqi chiqqan. O'zlaridan burunqi mansabdorlarmi mening kasbdoshlarimga ko'plagan yordamlarni qilgan. Masalan, Rossiyalik general Polovarskiy, Angliyalik Eston qatorliqlar. Meningcha, bu oliyjanob yordamlar men uchun mujari bo'ladi deb o'ylayman. Şuna, bu arzimas soğamni Do'stay janoblarning qabul qilishini o'tinaman. Janshiye. Xo'sh. Rossiya konsulining iliqidagi hadisimi bu qitim sayohatga qatnashamdiki. Seyitboyni teriga shu tanishtirgan. Seyitboy. Eliq Rossiyaning grajdonlik kenishkisini ilib shularning savdogarchiligini qilayotgan boymi? Shundoq. Podshoh sodiq bo'lmagan ahmoq. Berib unaga ayt, at u eliq yo'l boshlig'ichini teri doktorga topshirsin. Xo'sh. Berka. Bu ikki shish apin orqini sana sovuq qilay. Rahmat janoblari. Berka. Sen ular bilan birga berib, aloqa ishlarini boshqarg'ach ularning qiyga ishlariga nazar selib mang'in. Bahadur! Bahadur! Nävremni qaytirib berish. Bağudun qani, tilini tat. Nävrem bağudunni qaytirib olish. Canbegim. Hey, vahşilik. Otur asırdaki vahşilik. Men taklif qilgan yo'l boshlig'ichiga nima qilib shunday muomala qilasizlar? Doktor. Boy. Siz xafamang.
Men sizga aytay. Doktor janoblari, bo'shatmasa, bu qiri bak yovuz, bo'shastirliq qechib ketadi. Boy. Kechiring. Ularning bunda qilishidan mening faqatli xabarim yo'q. Bog'du qani. Nima deydi? Boy, teri doktor bo'lsa bir olim. Siz bizga yo'l boshlig'uchi bo'lib, qadimiy shaharga boshlab borsangiz qanday? Ha? Bog'du qani deyman. U nima deydi? Bog'don degani kim? Uning nevrisi. Nevrisini Seyitbay Malaylıqqa ep ketkendi. Siz uningga ayting. Men nurg'un pul beraman. Agar u bizni qadimiy shaharga boshlab borsalar, Seyitbaydan uning nevrisini olib berishga men va'da beraman. Boy, doktor janoblari aytdi. Agar bizni qadimiy shaharga boshlab borsangiz, nevringizni cho'qim qaytarib beramiz. Ikkinglar yanilib birga uytisizlar. Uqdingizmi? Su bir aycan, limdiga issiq, yuragim qizib ketdi. Aycan. Mana. Oldimizda texnik qimmatli asoratliklarni cho'tkishimiz mumkin. Biz bu yo'l boshlig'uchini joy tepdimizda. Ha? İbrahim, doktor janoblari buni sana öğretti. Su gel. Hey, nima qilib tursan? Tez bo'l. Nima?
Doktor! Siz qarang! Yana qaytib ketdik-ku. Juring, yo'l boshlig'ini so'rab baqay. O qani o'g'ri. Qani o'g'ri, sen bizni nega boshlab bormoqchi? İbrahim, sen bizni bu qumluqda cho'giltib yurib, zodi nega boshlab bormoqchi? Ha? O qani ablah. To'xtanglar. Bugun mashhad qo'limiz. Dastlabda bu qeri xil obdonlik ketyotdi. Yiliq kapdan o'taganda kiyinlar niyati buzildi. O ablah. Doktor, menimcha bu yerda cho'qim bir ish bor. Qumluqda bizni aylantirib yurishdan ilgari, yiliq gumbazning yonida men bir oyoq izini ko'rgandim. Iz? Qeri bu izni ko'rgandan keyin bakmu hayajonlanib ketdi. Teri doktor janoblari, menimcha ada. Qarindoshlar, sizlar bir qopoq suvni yelib bu yerdan kechib ketinglar. Kechib ketinglar. Andoqda sizchi? Anlat dur! Doktor janoblari sizlarga bir narsani uqtamoqchi. Qani. Bizning hayotimiz mag'lub bo'ldi. Chunki Ibrohim bovay bizni qasddan qaymoqtirib, qumluqda cho'giltib yurdi. Elavag'an suyimiz chekli. Agar mushunda ketaveradigan bo'lsak, hammamiz usuzlikdan o'lamiz. Men ajaldan boshqalarni o'zimga majburiy xizmat qildirishni xohlamayman. Shundoq. Doktor janoblari azaldan boshqalarni o'ziga majbur xizmat qildirishni xohlamaydi. Shunga Ibrohim bovayni darhol ishdan bo'shatishni qaror qildi. Biz endi qadimiy sharq bormay, ata Qashqar qaytamiz. Lekin İbrahim bovay darhol sepimizdan qaytib ketish kerak. Doktor, u ketdi.
Boğdu! Buah! Buah! Boğdu! Buah! Boğdu! 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 Bizim balam! Balam, qandaq keldin? Buah, senin kadimi şehirge, ulağına yol başlıkçısı bulup bardağanlıqını anlap, yerim keçiyle hiç kimge tüydüğüme kaçıp geldim. Buah, su içe. Buah, içe, içe. Buah, sen tutup ketken adam laqini. Balam, Bağdun, ulağı yaman ademle. Ben ulağını ozdurub ettim. Buah, rahat nima kaç geldim. Buah, buah, Neme degan yaxshi. Etmanglar. Chiqin bulinglar. Tez. Çapkan kalınla! buah, buah, buah. Su. Yuqa! Balam, Bağdu! Su ilininglar! Ey, su ilininglar! Voy! Bu yoqqa kelinglar! Suv evilinglar! Bu yoqqa kelish! Hammanglar bu yoqqa kelinglar! Tez bo'linglar! Men sizlarga aytib qo'yay. Bu suvda teri janoblarning odamga jon kirgizadigan dorisi bor. Ichgandan keyin odam kuchli bo'ladi. Yaxshi ishlanglar. Kimki xo'rlik qilsa, uning oqibati ana shunday bo'ladi. Can begim, uningga bir yutum suv asla. Ussizlikdan jeni ozli qopti. Sen nima qilmoqchi? Can begim, su asla. Yo'qdan su asla. Anlap turuş. İbrahim yomon niyat bilan bizni ussizlikdan o'ltirmoqchi bo'lgandi. Sizlar uni doğramasliginglar kerak. Mana bu sudagi apyon harig'i sizlar bilan bizni chambarchas bog'lagan. Agar kimiki qochmoqchi bo'ladi ekan, yerim yo'lga bormay turiblar, cho'qim ussizlikdan o'lib ketadi. Buni bilib qo'yinglar.
Buva, Bağdı. Doktor canapları. Bağdı. Sen çakan. buva, su. Çakan ket. Çakan. Degende bu sandıklarning hammini mixlab, ondan bu shaharning o'rnini xaritaga tushirdim. Darhol qaytib ketaylik. Bo'ladi. Bo'lmasa bu odamlarning hammasi ussizlikdan o'lib ketishi mumkin. Nima? Siz bu ülemellerini birga olib ketmoqchi bo'lyapsiz? Siz nima demoqchi? Meningcha eshib qolgan apyun arqining hammasini ularga ishga sutayli. Ular mishada qolsin. Kelgusida tarixiy yodgorliklar qatorida bu yerda qoldirib qo'ymamdik. Undaqda ularning oilalariga nima deb javob beramiz? Doktor, siz yiliq afsonni unutib qoldingizmi? Nurg'unlagan odamlar bu qumliqdan chiqib ketolmay, mo'rdoq aylanib ketgan emasmi? Ha? Can Begim. Ko'rib yiqishga bo'lam dekin. Yo'q. Bu narsalarni o'gadaylarning o'g'irlab ketmasligi uchun. O'g'irlab? Bu narsalar Jungoning boyligi. Jungolik gadaylarning o'g'irlab ketishini qo'rqadi ekansiz-yu, teridak chet ellikning o'g'irlab ketishidan qo'rqmamsiz? Yo'q. Teri janoblari bo'lsa, bir ilmiy arbob. Onun üstüge bizning Dota janoblariga shuncha qimmatli sovg'atlarni bergan bo'lsa. Ahmaq. Doktor janoblarining Dotaga bergan barliq sovg'atlarining hammasini hisob qilib kelganda, mana mush puchuq ko'mjakning yerim bosig'imi to'g'ri kelmaydi. Can Begim, siz cho'chib ketma. Siz hech qachon ziyon tatmaysiz. Siz bizning sodiq do'stimiz. Doktor janoblari boy sizga oliy sortib bir narsani sovg'a qildi. Qarang, bu odamning jiniga jon qo'shadigan qislatlik dori. Ma. Ichma. İçim. İçim. Buva. Ular ketib qoldi. Ey qari. Vazifang tugaganda ikkalani birga o'tisizlar degandim-ku. Mana endi ikkalani birga o'tinglar. Hocam, meni ağaç kesiler. Mana. Ağaç kesiler hocam. Meni ağaç kesiler. Buva. Ular bizni tashlab ketdi. Buva. Bağladım. Buva.
bizni su yo'q tutsa, biz endi bu yerdan qandoqmi ketamiz? Buva, buva. Buva? 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 Tere doktor, men shuni sizga afsuslik bilan uqtirib qo'ymoqchi. Chor podshoh oliylari bugun sizni qabul qilolmaydi. Andaqda podshoh oliylarining ko'zini ko'chirish uchun yo'llagan xaridlarimni qachon qaytarib beradi ekan? Siz sizib chiqqan Jungoning O'rta Osiyo qismidagi 207 bosh xarita bizning tekshirishimizdan eshib tushganligi uchun podshoh oliylari uni qimmat buyumlarni saqlash iskolatiga selishga buyurdi. Hamda sizning bu hadiyangiz uchun sizga tashakkur bildirishni menga havola qildi. Bu qandoq gap? Bilamsiz, mening xaridlarimning qimmati nihoyat zo'r. Podshoh oliylarining siz uchun Yevropaga evatib bergan pullarining hammasini hisoblaganda bu narsalarning hech narsaga arzimaydi. Jami 48 sandiq, buning ichida 24 sandiqqa 160 tane tosh davridagi qadimiy sapal buyumlar qachilangan. 25 dan 40gacha haykaltarashliq, naqqoshlik san'at buyumlari qachilangan. 48 sandiqqa qadimiy metal pul qachilangan bo'lib, jami 2500 dona deyman. Mumkin emas. Munch tafsiliy sanni nereden bildiniz? Sandıklarını Rusya çevirisi kirgizishning burun qo'g'ishim bilan pechatlayotgan. Nikolay II oliylari mayor Peskov janoblarini qabul qilmoqchi. Zikchat. Buvam ölüp 10 yıldan kiyinmi? Dadam Bağudun Tarım Deryası boyundan ayrılmay, şu yerde hayat geçiripti.
Qani salg'ich qislab podpolkovnik janoblari. Bu kishi mening qadinas do'stim Seyitbay. Bu yoq Leytenant Keslov. Mening sayohat qo'shinimning dengiz mutaxassisi, shundaqli jo'grafiyashunos. Qani marhamat. Keslov, mening do'stim yasagan bu salqandaroq. Podpolkovnik, men zodli tushunmayapman. Imperiyamiz Yevropa urushi bilan Leninning sotsial inqilobining parakandichiligida bakmo ojizib ketdi. Mana shundaq bir paytda nima uchun bundaq bir nimalarga tushib Peterburgdan shuncha yiroqlikdagi daryolarda gangrab yurimiz? Yo'q. Keslov, bu gangrash emas. Yapıllar Rossiyaning zemini 300 yildan beri o'ttir hisob bilan kuniga 150 kvadrat kilometr sur'atda bag'ansiri kengayib ketib bordi deyishyapti. Biz o'zimizning muqaddas vazifamizni hozir texmi unutib qolmasligimiz kerak. Başlayın. Ölçeşini başlanla. Hop. Çoğunkurluğu. 2 metre 80. İlk süreti. Sıkıntığı 1 metre. Dikkat. Aldığımızda komuşluk durdu. Bu zaten şok gitti. Biz bir solaqmaga kirib qopdik. Makaşal, yol başlangıç tapmasak bu tılsimatdan ömrü boyu çıkamaydigan o'xshaymiz. Sen berip atı kısımını çakırıp gelgin, bizni söylep kırağın açık koysun. Hop! Salkını. Kes lan! Birisi ağamcını kesipti. Nime? Podpolkovnik janoblari! Bizni sal ayab turdi. Yiroqmi? 3 chaqirim keladi. Yurib berib baqayli. Janoblari, rolim buzi tutdi. Janoblari qarang, xatlar sundirilgan. Bunu çokum bir adam qilgan. He? Anda olsa bunu kim qilgandi? Nəhayət yaxşı. Yol başlangıç öz kepti. Etrafını axtırıp bu adamni çokum tep çıkış gerek. Anahtar ettikçe, kullanla!
birbirini kovlanlar! Tez! Atma! Ters tutmuş! Onu teri tutma! Doktor! Ne yapacağız? Doktor! 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 Keslov. Bugünden başlap Tarım deryasının her bir açılı, sahili, aylanması mana muşu xaritimizga tushadigan bo'ldi da, ha? Bu hakikaten kıymetli coğrafya materyali. 10 yil ilgari Teri doktor Taklimakan qumlug'ining xaritasini o'z qo'li bilan Chor podsho oliylariga topshirib bergandan keyin imperiyamizning xaritasida mana mushu Tarım daryosi kam qolgandi. Bugun bu yovvoyi so'ltak oltin oshqushni o'zi akib berdi degini, ha? Eğer de o yol başlaşka unumsuzcu. Pekirga baş egmaydigan odam bu dunyoda texi tug'ilgan emas. Janoblari, bu so'ltak bek joyli ekan. Ha? Juring, men o'zim berib baqay. O'rmonlar. Biz kelishib olsak qandaq? Agarda sen bizga yo'l boshlab berdigan bo'lsang, sana nihoyatda nurg'un pul beramiz. Rost. Hatto cho'ng boy bo'lib ketishi mumkin, ha? Qandaq? Sana nurg'un pul beramiz. Qandaq? Boshlamsa? Ma'qul. Başlay. Janoblar hozir pishiramdiq. Ha. Ha. Bizning ajdodimiz polvariski, agar yonchug'ingda puling bo'lsa, bir qo'lingda miltiq, bir qo'lingda qamchi o'ynatib, hammalarga mengayversan degandi. Mana bu yovvoyi so'ltak uning haqiqiy pokitida, ha? Polkovnik. Bu yigitni bir yerda ko'rganda qilaman. Shundaqmi? Ha. Uyg'urlarda bir tamsil bor, buni sizmi bilasiz? Boyning nafsi bola, hammani o'zimning davola degandek. Siz yana bu bolani mening uyimda qochib ketgan bir molay demoqchimi, ha? Yo'qsa. Undaq emas. U menga tanishdek turdi. Ish qilib bir yerda ko'rgan ismdi bor. Ha? Seyitbay, siz uning qulog'iga chiqing. Men? Qurolni elavomamsiz. Agar biror ahvol ko'rilsa, bizga xabar qiling. Yaqin surati 5 metr. Bunda ketiverdiğin bo'lsa bakma xatarlik. Süratsiz, soğuqdaydı.
Qirg'oq qayda? Qirg'oqqa! Seyitbay, sen meni to'namsan. Buvamni qandoq tutib ketganliging esingdan chiqib ketdimi? Ha? İbrahim'in nevrisi mi sen? Meni bırakın, ondan ukam. Bir koşuk kanım diley, bir koşuk kanım diley. Ödülüp kalay, bir koşuk kanım dileyim. Ödülüp kalay, ödülüp kalay. Ha? Kim? Ben... Siyet. Heliqi yavayı bala. Zadi kim? Sen aytqina. Zadi kim? İbrahim'in nevrisi. O terik miken? Tarım bezeldin, hava güldürülemeydi. Ben terik kalsam bulardı. Benim pullum, öy vakım, çarmılarım ba, kutum balçaklarım ba emes mi? İşte oğlum ba. Cenab-ı Falkanik beni kutkuzu vasla, beni kutkuzu Allah, beni kutkuzu. Seyit, Seyit, Seyit. Ben bir yerde, ben bir yerde. Pardon, siz qayerdan kelishib? Konsulxonada muhim bir ishni xabar qilib keldim. Qandoq miymish? Bolchida pochani taxtdan tushirib, Peterburgni egallabdi. Lavning boranları Hitchcock'ni ömürboyat Jungo'da kaldırdı. O öz vaqtida Rossiyada yuz bergan inqilobning 32 yildan keyin Jungo'da yuz berishini hargizmi o'ylamagan edi. Özri. Özri bir yaqindiqlar kelib qoldi. Mening odamlarim kommunistlarning zarbisi taqilib ketdi. Nala, chiqat. Yürü Yürü, gel. Xush yapla. Qani. Qani marhamat. Ha. Shukri. Qani mazaga basla. Pishkop janoblari, o'zri. Yo'q, mening hozir qismim Seyit.
Dadanglarnikiga o'xshaydi. Ha, qani. Ha, ichari bosla. Janoblar, kompartiya keldi. Endi biz qanday qilamiz? Kompartiya. Bundan 32 yil ilgari ular meni vayron qilgandi. Yo'q. Ular endi bu yerda putirab turolmaydi. Pasir. Oyoq kelinglar. Balalarım, sizlarni to'naydigan bu yurtdan darhol ketinglar. Ha. Bor yetdingizmi? Qapoq bosh. Qo'rqdinglarmi? Men shuncha yildan beri Rus armiyasi bilan banditlik, bosmachilik ishlarining hammasini qildim. Hech kim mening bir tal mo'yinimda o'rtamadi. Bizning yarsimin o'ydirimiz yo'q. Chiqarmay qana qilamiz? Ahmoqlar, yalan to'shlar o bir nimalarni taqsim qilishdi. Kompartiya ta'limga berishdan ilgari biz bu yerdan ketib olaylik. Lekin ular tarımga ayak basqıcha Xalq Azadlık Armiyasının çarlaş ətriti tarımga yetib keldi. Abdullah, bak. Doktor yetib keldimi? Kimidi? Bu yerda bir qism banditlar bor ekan, yana bir hadis bo'lib qolmasin. Sen Shovli bilan uni oldiga berib boq. Xo'p. Çarlaş etriti! Çarlaş etriti! Ha? Çocuk kıştı. Sıdak oldu. Ha? Ay! Çarlaş etriti! Ha? Boğa. Rahmet sizge. Dijo! Doktor qani? Doktorunu tapamay. Müştevgin tep geldik. Keçop qilay dedi. Biz ishga bölimizdayli. Hop. Dada. Amine, ne oldu kızım? Çıra.
Amine. Anda deme balam. Dada, korkutma. Ben korkutma. Dada. Amine. Korkma balam. Apan olsa ölüp gitti. Sen bolsan mümkün köy. Menin senindim başka nemem var. Çırak. Amine ara. Çırak. Çırak. Dada, çırak yangandan keyin ben endi ölüp ketmeymen. Abla, keslikli eğirken. Bu yerni öldürdü o. Şuna bir bakalım. Duyacağım, doktor, duyacağım, doktor, duyacağım. Duyacağım. Nakil ters sapıcı mı? Duyacağım. Ne diyorsun? Bu yer nimadan ne varken? Bir Uygur boyla onun kızı varken. Ha? Tutun ne oldu? Aksap bu. Toğrağlık tutunu zehirlendirip aldım. Bu boy meni bir yakın çekiyordu. Hadi kır yakşap kaldı. Ulan sıkıntı adam bu ya. Bunu tutu ağır gidiyor. Amine, Amine. Az bir yerden gideyli balam. Dur oradan. Gez. Boğa. Doktorni qutqizib qolibsiz. Rahmat sizga. Çıkıp gidiş. Ha? Boğa. Yok. Dada, çırak, çırak. Evet. Çık değil. Halide bir iş. Duyacağım. Jiranglar, biz ormanlık berip konaylı. Bu tarım. Acayip mi bir sırlık cayken. Odamlarım başka ekan. Bizning bu yerda o'ltiraqlashib qilishimiz hil ters o'xshaydi. Anda demanglar. Heyli bovoy bu yerda o'ltiraqlashalab to'yu. Biz o'ltiraqlasak bo'lmamdi ekan, ha? Qaranglar, bizning elchimiz keldi. Qandaroq? Yani tiniginkidekla uyi kirgizmedi. Na onuga biz hali ozodlik armiyasi bu yerga tarimni gullantirib keldik deb shuncha essammi? Dak bu qiz bu ekan. Bunun birisi o'chi bormi ya? Ehtimal. Bu yerdagi fuqarolar har xil ofatlar tufaylidan mashaqqatda o'tgan. Biz bu cho'llikni o'zgartimiz deyotganmiz, ana shundaq odamlarga tayinishimiz kerak. Menimcha, biz bu chorlashni mana Mashhaddan boshlaylik. Amine. Amine. Bu yerden tez gideyli. Dada. Dada, ben öyden ayrılmayman. Ondaq deme balam. Ular yeni keppelishi mumkin. Bizning ketkinimiz tuzukroq. Dur. Dada, apamda bir şey kıldı. Ve apamdan ayrılamayman. Balam. Biz yenilik gideyli. Dada, Ha? anime. Çırak. Çırak. Nima bo'ldi? Kompartiyani chorlash atri bilan do'qirishib qolib tasdiq qoldim. Ular tarim kep bo'ptimi? Ha.
qancha odam? 20 necha. Hammasi qurolliq. Ular bu yerdan qanchalik yiroq? 1 kunlik yo'l. To'g'roqdagi bir boboyning kapisi atrofiga urilishibdi. Eliq boboy ularga yo'l boshlab berdi ekan. Yo'l boshlab beramdi ekan? Ha, qandoq boboy? Anglashimcha u bu atrof turg'ini necha 10 yil o'tdi. Ilgari u bir sodiq Ruslan Tarim darasiga g'arq qilib ketgan. Shu kanda. Kim? Sizlarning dadanglarni o'ldirib etgan malay. Ha? Shuma? Munofiq gaday o'z vaqtida sen menga yo'l boshlashga unamaganding. Endi ularga yo'l boshlab baginingni bir ko'rib boqay. Amine, nim buldun kızım? Baba. Ola, korkma, ben yanımda. Şu gördün mü? Dada, şimdi ben apamni ko'rdim. O quyosh sharidan butun badani nurga cho'mgan holda kelyotgandek. O bir qo'lida oltin maskuchni tutib meni chaqiryotgandek. Men yuguribdiman, yugurib herib ketib, uning yoniga zodila yetib borolmagandekman. Dada, opamni seg'inib ketdim. Opamni ko'rgim keldi. Opamni ko'raman, dada. Opamni ko'raman. Opamni. Dada. Men o'lib qolsam, opamning yonida qo'ygin. Men opam bilan birga yotaman. Amine, andaq keskenmez xiyallarını qilma balam. Men seningdan qandaqmi ayrılıp ketalayman. Abdullah, he? Bu uydan chiqib ketdi. Kel, qizchaqning kesilini berib davolayli. Ma'qul. Amine, doğrunuz ne için? Ha. Hakkını. Ha. Bastı otur. Ha. Ha. Doğru içsiniz. Kesiliniz sakıydı. Ha. Kını bu doğru için. Ebeli. Ben bolsam yiyişim. Yiyişim? Yok. Yiyişim. Yiyişim. Şundak, kızcak. Ben Azatlık Armiye'nin doktoru. Azatlık Armiye, uqdunuz mu? O sizin gipini uqmaydı. Biz bu yerga qumni tizginlab, ziraat terib, tarimni gullandirgili keldik. Uqdunuz mu? Sizlar quyosh shahridagi oltin maskuchni olgan odamlarmi? Bu nima deydi? Sizlar oltin oshkuchni olgan odamlarmi deydi? Oltin ochquch? Amine, dadınız ne gitti? Işık geldi. Buah. Amine. Amine. Buah. Dada. Buah. Dada. Amine. Amine. Qandaqroq turding bolam? Kesirin saqayib qoldim. Saqaydi. Mana shu doktor bizni qutqizib oldi. Dada, ular oltin maskuchni olgan odamlarmi? Oltin ochquch? Tağa, tarimning oltin ochquchi o'zingizning qo'lida. Menda Shundaq. Sizlar tarimning xo'jayinlari. Biz bo'lsak sizlar bilan birlikda qumni tizginlab, suv boshlab, dehqonchilik qilib,
Tarımni güllendirgili keldik. Zımağaştıraylı. Yetişmeyenler. Abdullah, ben bereyip kapkalığa qarap bakay. Meni daryo bo'yida saqlab turing, ha? Toshqon kishi kavib yeydiganmizda. Teröre! Ütme! Oh, chiqama! Qandaq, meni tanıyamayapsan? Biz ikkimiz to'g'ri 50 yil elishdik. Men sana şunu aytib qo'yay, Tarım mangu senda gadaylaning bo'lmaydi. Ha? Chiq!
Yol başlıqçı. Bova. Bova. Dada, Bova. Yol başlıqçı. Bova. dada, 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 dada. Dadam vafat bo'ldi. Lekin biz ajdodlarimizning qonliq tarixini mangu unutmasligimiz kerak.